Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi obyektimizga keldik. Katyolni sosteniyasini ko'rishingiz mumkin. Hozir ishdan oldin garelkalarni yechdik. Katyolimizning nomi Airfield. AF ошибка ko'rsatib turadi. Mana ochsak turbina qatib yotibdi. Birdan turbinani yechib qoldik. Mana turbina ahvoli. Ana bu turbinani yilda bir marta açıp tozalab turish kerak. Endi bu yerda hech kim katyolga e'tibor bermay, to'proqni qalinligini ko'rishingiz mumkin. Hozir polностью cho'pga profilaktika qilib, katyolni xudo xolasa ishlatib berib ketamiz. Turbinani pachpikini almashtiramiz. Teplobmenlikni do'shlarni qilib qo'ygan. Hozir. Xullas yana messi turbinani разбирать etdik. Ko'rishingiz mumkin. Tak, yana bu toza pachmik bu. Tak, Airfieldga qo'yaturmiz 626Z degan pachmik. Ko'rishingiz mumkin. Kim o'zi qo'yib biladigan bo'lsa, shundayki pachmik 626Z. Hem bunda ko'nalarini ko'rishingiz mumkin. Buncha holda. Ya. Qisib qoladidan bu. Aylanib turibdi hozir. Sal aylanib qisib qoladi. Shunday shariklari yelangan. Shunday holda chiqibmiz hozir xudo xolasa. Yanglab boshlaymiz. Yine xullas ko'rishingiz mumkin, tutun yo'lini ichida qilib qolgan. Shu narsalar teplobmenlikni ichidan chiqib turibdi. Hozir bir molosniy zavod ekan, kompressorda üfletish iloji bo'lmay turibdi. Hamma yerni sharmanda etib tashlaydi bu-da. Shuning uchun hozir bunda pilisos bor. Pilisosda üfletib tarttırıp tozalaymiz bunu. Şu tütün yolu teplobmenlikning arasından yürüydi. Bıdı qilib qolsa katyol yana ошибка beradi. Shuning uchun yilda bir marta tozalab turishlaringizni tavsiya qilaman. Yine ko'rishingiz mumkin. Yine xullas aziz obunachilar, polniy profilaktikadan keyin katyol shunday sosteniyga keldi. Hozir hammasini joy-joyiga ustanib ketib, xudo xolasa yoqamiz. Yine xullas ishimizni bo'ldik. Katyol yandı. İşlab turibdi. Profilaktikadan keyingi ahvoli. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, opisaniyada telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin.